Hurmatli Ansar Home kuzatuvchilari, bugungi mijozimizni qizlarning salpalariga yig'gan to'liq full komplekt naborlarini xosligi bittama-bitta obzor qilib beramiz. Mijozimiz Ansar Home Premium brendi ostida ishlab chiqarilgan shu bagimamizdan nabor xarid qildilar. Bu bagimamizda lid free kristal, ya'ni qo'rg'oshinsiz xrustal hisoblanadi. Kristallari shunaqa yonib turadi. Naborning ichida 8 ta chaqchuq so'ladigani, 2 ta konfet vazasi va 2 ta meva vazasi. Shu bilan birga ahamiyat berasizlar, 4 ta pechonitsasi ham bo'ladi. Umumiy 16 ta predmet. Xo'p. Chinnisiga Dubai brendida ishlab chiqarilgan shu chinnimizni mosladik. Mijozimizning o'zlariga juda ham yoqdi. Shu nabordan tanladilar. Bagimamizga ham uzorlari juda ham mos kelgan. Xo'p, qoshu vilka ham qilib berganmiz Madiye brendidan. Shu qoshu vilka, kichkina qoshu pichoq priborlardan qilib berdik. Fujer martinka ham oldilar. O'ziga moslab qilib berganmiz. Shishalari juda ham tiniq. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Xo'p, termizli ham qilib berdik Madiye brendidan. Mijozimizga qilgan xaridlari xayrli bo'lsin, yaxshi kunlarga ishlatsinlar. Kimga shunaqa noodatiy uslubdagi chinni nabor, bagima naborlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Ansar Home'ga murojaat qilishingiz mumkin.